Hammaga salom. Hozir ozgina kitoblardan chekilish qilgan holatda, ya'ni o'zim guvohi bo'lgan ikki ayol muloqotidan ozgina parcha aytib o'taman. Nima qaynana, kelin va kelin olish, o'g'il mavzusi. Bir ayol ikkinchi ayol bilan gaplashib o'tirganda aytibdilarki, hozir men o'g'limga qiz topa olmayapman. Umuman, hozir qizlar shunaqa yomon bo'lib ketganmi? O'g'lim ham uylangisi kelmayapti. Nima? O'g'illari, "Yo'q, oyim, men hozir uylanishga tayyor emasman. Hali o'zim oyoqqa turmadim" desa, onalar aytibdilarki, "Nima qilibdi? Uylanganingdan keyin Alloh rizqingni beradi. O'sha ayolingning rizqini ham senga beradi. Uylanish kerak. Уже yoshing o'tyapti" debdilar. Hatto yoshi o'tyapti. Hali 30 ga ham bormagan 20 nechidir yoshli yigit. Ular qizni surishtirib yuribdilar. Bu o'g'li uylanmabdi, lekin aytibdilar bir-birlariga aytibdi, "Nimaga hozir unaqa qizlar hamma narsani xohlaydi? Nima qilibdi birlikda qilsa?" Masalan, men turmushga qurayotganimda turmush o'rtog'imning hech nimalari yo'q edi, lekin mana turmushga chiqdim, qiynalib bo'lsa ham bolani katta qildim, endi uylantirib qo'ymoqchiman. Aytibdilar, men qizlarni surishtirayotganimda o'sha universitetlaridan surishtirmayman, chunki ular o'sha kattaroq yoshda universitetda bo'lganda bo'ladi, paxta qo'yishni o'rgangan bo'ladi. O'ta domlalariga yaxshi ko'rinib, o'zi yaxshi qiz bo'lmasligi mumkin. Ularni endi men maktabdan surishtiryapman dedilar. U narga ayol ham hayron bo'lib qoldi. "Qanaqa maktabdan surishtirasiz?" desa, ikkinchi ayol aytadi, "Nima maktabda esda qolar ekanmi?" "Ha", deyaptilar. Maktabda har doim o'qituvchilarni, agar o'sha o'qituvchilar ishlayotgan bo'lsa, qaysidir ham bo'lsa ham esda qoladi. Ular hali u paytda go'dak bo'ladi. O'zini qanaqa tutishi, nima qilishi, qanaqa oiladan bo'lganligini hammasini biladi. O'shaning uchun eng zo'ri maktabdan surishtirishinglar kerak deb bularga maslahat beryaptilar. Ikkinchi ayol. Men o'ylanib qoldim-da, o'g'li aqlliroq emasmi? O'sha hozir gaplashayotgan ayoldan. O'g'ri to'g'ri tushunmayaptimi o'z hayotini, hali hech nimaga erishmasdan uylanib bo'lmasligini o'zi anglab yetyapti-ku shu narsani. O'zingizlar fikringizni yozib bildiringlar.